Batosh mahallasida srochniy sotiladigan hovlilarga kelganmiz. Ko'rishingiz mumkin, hovlisini birdaniga ko'rsataman. Bu tarafda kladovkasi, bu tarafda hojatxonasi joylashgan joy. Tandirlarga ham bitta e'tibor berib qo'yasizlar. Bu yerda hovuzlari ham bor ekan. Suvga, svetdan muammo yo'q. Endi ichkarilarni ko'rsatadigan bo'lsak, bu tarafi ichkari hovlisidan endi ichkariga kiryapmiz. Tashqi taraflarni ham ko'rsataman. Kirishingiz bilan oshxonani ko'rishingiz mumkin. Juda ham yaxshigina holatda. Endi bez remont deyiladi. Bu yerda birinchi xonamiz. Bu tarafda sanuzellari bor. Bu tarafda esa ikkinchi xonamiz va ko'cha taraflarini ham hozir ko'rsataman. Bizga like bosib ketishni ham unutmanglar. Bu yerda 3-xonamiz. Endi ko'cha taraflarini ko'rsatadigan bo'lsak, juda ham ko'p kishi ko'chib kelgan bu joy. Hammasi bir xil. Mana ko'rishingiz mumkin. Tashqi taraflari asfalt bo'lgan, hamma narsasi ajoyib qilingan joy. Daraxtlar bor, suv, gaz, svetda muammo yo'q deb aytdim. Mana shu xonadonimiz sotilmoqda. Kimga qiziq bo'lsa, kelib ko'rib olishlari mumkin. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini 400 million so'm deyishyapti. Ozgina krediti bor ekan, kreditini uzib, keyin olishlaringiz ham mumkin, lekin o'zlari to'lab berisha olmaydi ekan.